5 qism. Dal shu paytda to'limi yo'g'on va uzun bir yilon ular tarafga qarab, yo'g'on badallarini to'lg'ig'inicha ularga qarab yiqilishib kelyotdi. Baydan beri alvasini qo'rqitanmagan ularni bu yo'g'on bo'g'ma yilon badani bilan qo'qitib jinini olay degan edi. Ular kichkidan sahroda o'ynab cho'ng bo'lgan bo'lsa-mu, ammo toki mushkamgacha bundaq yo'g'on yilon ko'rib boqmagan edi. Valimi maktabda qizlarni qo'rqitish uchun doim ko'lga berib, suv yilonni tutib, nurg'un yilonlarga uchirgan bo'lsa-mu, ammo shu topda uning ko'nglidagi qo'rqinishni til bilan ifodalab bergili bo'lmaydi. Dal mushundaq paytda necha vaqtdan eng muhim halqiliq paytlarda eg'iz ochadigan Elshad yana chabdaslik bilan daraxtga yomishib sakrganicha yilonning bo'yniga tushdi va u qo'lidagi org'amchi bilan yilonning gelini mahkam bo'g'di. Yilon bo'lsa boshqacha ovoz chiqarib chirqirab ketyotdi. Boshqalarni amdilikda bu o'rmonga ko'ngan bo'lsa kerak, tezla Elshadga yordam qilib tushma-tushdan yilonning badallarini yarlantirishga boshladi. Yilon ularning badanining birer tishlam go'shnimi tishlashga ulgurmasdan ana shundoq tezla jon taslim qildi. Va eg'izdan ko'pi ko'rliginicha eng oxirgi qattiq eg'ir bir nafsini elib, eg'izdan yo'g'on go'sht partisiga o'xshash narsa etilib chiqdi. Ular o'zlarini chatga elishga aran ulgurgan bo'lsa-mu, ammo uning eg'izdan etilib chiqqan go'sht partisidek narsa atrofdagi eng kichik a'zo bo'lgan Elshadning enisi Dilshadning putiga tegdi. Dilshadning puti xuddi ko'ydirdigan suyuqlik quyib etgandek vosh qilgan ovoz bilan tang putidagi necha terlar so'yilib, so'ngaklari echilib qolay degan edi. Dilshad bo'lsa og'riqdan qattiq engriganicha o'zini etib do'milab ketyotdi. Enisining qiynalib ko'rgan Elshad yilonning cho'qisiga bar kuchi bilan urishga boshladi. Yilon mana endilikda eg'ir badallari bilan yerga yiqildi. Yilonning o'lganligini jazmlashtirgandan keyin ular tezlik bilan Dilshadning yeniga berib, uning qandoqroq turganligini so'rashga boshladi. Dilshadning qulqiga bo'lsa hech nima kirmagan holatda yig'lab, chirqirab yotadi. Uning yanada Elshad to'xtamasdan o'zini ayiblab, hamma ishga o'zi sababchi ekanligini, aslida bu yerga elib kelmasligi kerakligini aytib, Dilshadni yo'lash uchun tirishib o'tadi. Turg'un Dilshadning putini ko'rib beqish uchun uning yeniga borganda, uning maydasidagi yiliqi angushtar yana kuchli yo'rishga boshladi. Angushtardan chiqayotgan nur udul Dilshadning putiga tushib, uning putlarining go'shlari bara-bara asta-astaga kelib o'tadi. Ular hammasi ko'z oldidagi bu sirliq voqeaga qarag'anicha ko'zlari chiqib ketgudek bo'lib, hayronlik ichida turib qolgan dal shu paytda Vali ularga qarab vaqiradi. Bu yoqqa qaranglar, 5-parcha raxtni topdik. Tez bo'linglar, tez bu yoqqa kelinglar. Deganicha boya yilon chiqirib etgan yiliqi Dilshadning putiga tekkan go'shga o'xshash narsani yerib, ichidan oppoq bir raxtni ilib o'tadi. Turg'un bo'lsa, uningga qarab vaqiradi. Kim seni buni yerib, ichini oqtir dedi. Endi shuni texmi yo'g'intadigan bo'lding. Deganicha Dilshadning putining asta-asta asliga kelayotganligini ko'rib, o'rindan turib, Valining yeniga bordi. Vali baydan beri ko'chilayotgan go'sht parchalari ichidan ushoq xuddi yilonning bolalariga o'xshash narsalar ular tarafga yopirilib kelishga boshladi. Turg'un sumkasidan bir quti suyuqlikni chiqarib, ular tarafga qaratib chechishga boshladi. U bu suyuqlikni chashqaligi yerning hammasi hatto o't cho'plardan tortib qurib ketyotdi. Yilonning bag'ridan chiqqan ushoq yilon bolalari bo'lsa, xuddi boya o'lgan opsiga o'xshash to'lg'anganicha orqa-orqadan yerga tuproq bilan birlashib ketishga boshladi. Bayatindan beri o'zining qilgan xatoligiga texi osh ishlardan tanbih elish u yoqda tursin, Valining eg'izi yana echilishga boshladi. Ohoy, aslida bu bo'g'azib qolgan yilon-kanda, uning qo'sqida bolalarimi xili bor-ku. Hanim bo'lsa, uni tug'utdan burilib bir taraf qilib o'tdik. Bo'lmagan bo'lsa, onasiga kuchimiz yetib, ularga bu chaqchi yem bo'lib ketadi ekanmiz, ha? Bu qitim Elshadning qattiq ochiq kelgan bo'lsa kerak. Nimandaq gapim tugmaydigan emasan? Safarimiz boshlangandan beri shundoq chididim. Har qitim gapim bekli to'l ekan sening.
er kishimi sendek to'g'ri gap qilamda. degenicha Valiga qarab hurpiyotdi. Vali bo'lsa boyiqi xushchaqchaqlari birdilla yo'qab. Seni yo'l bo'yi mushundaq kuldirib, har xil gaplarni qilib berib, xo'shal qilib mangmagan bo'lsam, bu chaqqichi olvostin yo'qitish emas. Olvostinning chiroydilla, ichingdagi har xil qo'rqinishdan allaqachon jini chiqib bo'lgan bo'ladi seni. Shunga sen texman rahmat etsan bo'ladi. deb Elshadga gap bermayotdi. Turg'un bo'lsa, Voy bo'ldi qilinglar-chi. Heletin bunchalik kichik ish qilib bunda qilsanglar. Oltin o'rda kirdigan chaqda texmi yo'l xatarlik. U chaqda qanday qilishimiz? Hammamiz faqat bir niyatda bo'lgandilar. Ondan maqsadga yetib, oltin o'rda kirib, keyingi turmushimizni texmi baxtli ham xotirjam o'tkazalaymiz. Hammamizdan o'ylaydiganimizmi bir, qilmoqchi bo'lganimizmi bir? Şunu çoğun yürekte hem harekette birlikte kelişimiz gerek. Bo'lmaydigan bag'o aramızdaki inaqlik yo'qolib ketsa, biz tezla olvoslarga yem bo'lamiz. Qalanglarni sayyitinglar birodarlar. Herkes o'zinglarning manfaatini emas, mushtobdagi yetti birodarni o'ylashib qilinglar. Turg'unning so'zining to'g'ri ekanligini his qilgan Vali bilan Elshad tangla bir-biriga qarashib kechirim so'rashga boshladi. Valimi Seni jimqorliqni unutib kelib, qulog'ingni ko'tildab deman emasmi? Xafa bo'lmagan ha birodar. deyishi bilan Elshad Bayamimiz senin ko'nglinga kayudak bir ikki yig'iz so'zlab qo'ydim. Er kishi emasmi? Bo'ldi. Ko'nglindan chiqarib aytgan ha? deganicha Valining mo'risiga shapaloqlab qo'ydi. Ularning aplashib qolganligiga shahid bo'lgan atrofdagi boshqalarmi? Shu emasmi? Sizlarmi tazim bir kichik boladek ish qildingizlar. Endi yana safarimizni davomlashtiraylik. deganicha 5-xaritani ko'tarib yo'llarini davomlashtirishga boshladi. Ular manga oldiga hech qanday bir noma'lum qo'rqinchli narsalarni uchramadi. Mana endilikda bag'an sari quyosh tog'ganiga o'tib tun nisbat atrofini qoplashga boshladi. Ular tezroq o'zlariga bir qadar xotirjam ham ozodlik tuyg'usi beralaydigan, har vaqt olvostidan panohlanadigan yaxshiroq bir joyni tepish uchun atrofga nazar selib to'satdan oldi tarafdagi o'zlariga yiroq bo'lmagan bir o'ngkurni ko'rdi va o'ngkur tarafga qarab mengishga boshladi. O'ngkurga kirayotguncha osmondan simsim yomg'ir yig'ib, o'rmonlikdagi har xil yovvoyi o'simliklarning tuproqning purqi bilan birlashib, o'zgacha bir xil tabiat purqini ularning dimoqlariga urvatdi. Ular shu topdagi tabiatning puraqlari bilan birga hordiq yetgan badallarni tasta so'rigunicha o'ngkurning eg'iziga keldi va so'ngkisidagi qo'l chiroqlarini chiqarib o'ngkurning ichiga qaritib yiqishga boshladi. O'ngkurda hech qanday benormallikni payqamagan Turg'un atrofdagilarga qarab, Birodarlar, bu yaxshi xotirjamdek turdi juma. Qani, men bilan birga ichiga asta kiralar. deganicha bosh bo'lib atrofdagilarni boshlab oldiga qarab mandi. Ular boydan beri tabiatning purqini purab badallari bir xil rohatlik qoplagan bo'lsa, endilikda o'ngkurning ichidan bir xil ichigan go'shtning purqi bilan ko'ngillar o'ynab orqaga yenib o'tadi. Ular o'ngkurga kirib, texi 10 qadam mangmasdan sirtqa chiqib, o'zlarini xil rohatlik his qilib qolgan edi. Afsuski, xil vaqt o'tmayla ular boshlari qayg'andek bo'lib, orqadan yerga yiqilib, qanchalik vaqt o'tganligi noma'lum. Bir vaqtda Turg'un ko'zlarini tasda ichib atrofga nazar soldi. Atrofida hech qanday bir odam zot yo'q edi. Uning boshlarida bo'lsa har xil yovvoyi odamlar uningga boshqacha nazarda qarab, uning xuddi o'shiga kelishini saqlab turayotgandek sukut ichida uningga qarab tikilib turardi. Mana endilikda u rasmiy qo'rqishga boshladi.